do'stlar, yaqinda prezidentimiz shu Namanganning Norin tumanida shu yerda to'xtab, xalq bilan gaplashib, shu yerda tuman hokimini konteynerda yashaysan deb qo'ydilar. Mana o'zlari turibdilar. Hozir yashaydigan uylarni obzor qilamiz. Viloyat hokimiga topshirib bugun qaror qabul qilasan. Rayoningga hokimi kelib mana shu yerda yotadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Obzor qilaylik hozirda yashayotgan joyingizni. Bo'ldi. Do'stlar, mana tuman hokimi uyi, va anu konteynerda yashagan ekanlar. Hozir endi bu yerga ko'chibdilar. Ko'rsating bitta yashayotgan joyingizni. Qani? Suvlar bu yerda. Oilani sog'inasizmi? Jo'rabek aka? Oilam bilan yashayapti, o'g'lim bilan bilaman. Seryozni bu yerda? Bitta o'zingiz emas. Yo'q, o'g'lim bilan. Ana zallar ham bor ekan. Internetda ko'ryapmiz. Hop, bu yerda nima, spalnimi? Bu yerda yotoqxonamiz. Bu men joyim, bu o'g'lim joy. Qo'yil. Bu yerda sanujellar. Bu yerda mana Jo'rabek aka bilan turibmiz, mana. Uylar